Endi qulupnayni nafaqat bahorda, balkim to'rt faslda maza qilib yeyishingiz mumkin. Ham mazasi birga bir qoladi ekan. Qulupnay saqlash usulini o'rgataman. Buning uchun 1,5 kilo qulupnayga 1,5 stakan shakar solib, cho'pirda qilib olamiz. Shunaqa suyu masta bo'ladi. Va uni shunaqa idishchalarga solib, kuzxonada saqlaymiz. Erigandan keyin ham tabiiy mazasi saqlab qoladi. Maza qilib qishin yozin iste'mol qilishingiz mumkin.